Xo'p, men yangi uyimga ko'chib oldim. Hamma salom do'stlar, sizlar bilan men Artex Minecraft o'zi. Albatta kanalga obuna bo'lib, bu videoga like bosishni unutmang. Sababi biz tezroq 100 ta bo'lib olishimiz kerak. Shunda videolar tezroq chiqib boradi. Men o'zimga ferma qurmoqchi edim. Shuning uchun skladga kirib resurslarni olib chiqamiz. O'zimda resurslar bor. Menga yog'och bilan o'sha yer bloklari kerak. Yerlarni o'zimiz oson ko'lab olishimiz mumkin. Xo'p, resurslarni olaman. Oltin, olmos nima edi? Ketmonim. Xo'p, chiqamiz. Yana kun bu yangi qishloqda. Xo'p, skladga yangi narsalar kelgan bo'lishi kerak. Eshikni yoping. Okey, mashinada u ana taxtalar yo'q. Menga daraxt bloklar kerak. Chopib kelgim kelmayapti. Bezor. Turaychi. Xo'p, qaysi sanada bo'lishi mumkin daraxt bloklar? Voy, men lapadim. Jidirsan. Nima bo'ldi ya? Shu, nima bu hamma joyda yashib turibdi? Yap. Nima yashib turibdi? Hoy, salom jitlar, nima bo'ldi? Salom. Nima yig'layapsizlar? Biz qishlog'imizga yangi mer saylayapmiz. Yangi mer? Ha, yangi mer. Men ham o'zim merlikka anaqami nomzodimni qo'ysamki. Tushunmadim. Stivlik jetilmi? Tushunmadim. Xo'p. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Yaxshimisiz? Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Iltimos, pastga tushing. Yo'q, men o'zim nomzodimni qo'ymoqchiman. Unda she'r yodimga turing. Kakas bitta nom aytmayapti. Menga ovoz beringlar odamlar, jetillar. Baba bunaqa jinni. Okey, men taxtalarni olib keldim. Daraxt bloklarida ish taqilyapti. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Yaxshimisiz? Yaxshi, rahmat. O'zingiz yaxshimisiz? Sizga aytadigan bo'lsam, qishlog'imizdagi barcha yigitlar sizni saylabdi. Siz mer bo'ldingiz bugun. Yo'q. Voy, chidirsin, necha oson. Endi ular yangi kelganda bir zo'r o'yinchi deb o'ylashdi. Biz qishloqda hali o'yinchi yo'q edi. Let's go. Nima mermanmi? Yo'q, qo'yinglar. Do'stlar, muncha oson. Mer bo'lish shuncha oson bo'lsa, oldinroq bo'lardi, Endi u Steve Bashara jetildan endi narsa xushmaydi-yu. Xo'p, bu yerda yerto'lamda qilaman o'zimni xonamni, chunki bir banditlar kelib pullar o'g'irlab ketmasligi uchun o'zimni yerto'lamda o'tiraman. Biroq odam yordam so'rab kelsa ham shu yerda kutib olaman. Shunda xavfsizroq bo'lardi, obunachilar. Bu taxtalarga ham buzib olishimiz kerak. Okey. Bolalar albatta videoga like bosing. Mana do'stlar, tayyor bo'ldi. Shu yerda o'tiraman, kelgan odam ana yerdagi stolda o'tiradi. Endi har bir kelganda bir talpa odam kelmaydi, bitta stol ham yetib ortadi ularga. Okey, men narsalarni joylashtirdim. Mana bu qo'ng'iroq nima kerak deb so'ramabman. Bilib olamiz. Balki unaqa hozir buyruqlarni tasdiqlash. Buyruqlar tasdiqlar ekanmiz. Bu buyruqni beramiz, shu qo'ng'iroqcha chalamiz, shu bilan o'sha buyruq hisoblanadi qishloqda. Yo'qmi, muncha mazza. Wow, o'bishlar. Mazza. Xo'p, men bu yer bloklarni olib, o'zimni uyimni kengaytiraman. Endi men merman-ku, axir qishloqda obodonlashib, hali cho'tga bo'lib ketadi hammasi. Sizlar qo'llab-quvvatlab tursanglar bo'ldi. Okey, bularni ham Xo'p, uyimiz ham ancha bitib qoldi. Oynalarni qo'ysak bo'ldi. Bolalar, okey. Men shaharga borib kelishim kerak. Shaharda bitta Jon Tilla degan do'stim bor edi, o'shani bir xabar olib kelishim kerak. O'tgan hafta telefonda gaplashgandik. Kasal bo'ldim degan uni xabar olib kelish kerak do'stlar. Menimcha tepa ochiq qoldi. U yerda yopib qo'yish kerak obunachilar. Albatta buni hal qilib keyin bu yerda yopib olaylik. Keyin o'rtadan teshik ochamiz uy orasidan.
Albatta, ikkita eshik bo'lmaydi bitta uyda. Bu yerda ochishimiz kerak. Xo'p, shuncha deraza-ya. Mayli, va pulimga kelmadi-yu. Endi men merman do'stlar. Vau. Yo'q, mer bo'lish shunchalik osonmi do'stlar? Albatta, o'zing kommentariyga yozinglar. Shunchalik oson bo'lganda men allaqachon mer bo'lardim. Lekin meni hayron qilgan narsa bu qishloqda o'yinchilar ham mer bo'lishga ruxsat borligi. Odatda qishloqlarda o'yinchilarga mer bo'lishga ruxsat yo'q, obrashlar. Lekin bu qishloqda bor ekan. Yaxshi do'stlar. Endi agar haliga manyak Mark kelib qoladigan bo'lsa, politsiyaga qo'ng'iroq qilaman. O'shini ham politsiyaga qo'ng'iroq qilardim. Endi bu ancha anaqa obro'yim katta bo'lgani uchun politsiya endi normalniy boshim og'riyapti. Politsiya endi normalniy meni himoya qilishga urinadi shekilli. Men bilmadim. Balki o'zimga qo'riqchi olarman do'stlar. Minecraft qotib oldimi? Tushunursan. Mayli. Minecraft balasi buglarga to'la. E'tibor qilmaymiz. Xo'p. Minecraft ekanligimni inobatga olgan holda bu buglar tabiiy do'stlar. Telefoningizni, kompyuteringizni versiyasiga qarab. Jonimsin la'nati. Bu kompyuter olmasa bo'lmaydi do'stlar. Bu yerda ham buzamiz, bu yerda oyna bo'lishi g'alati. Bu yerda biz taxtadan tashlaymiz do'stlar, qalbli lozim cho'tki bo'ladi. Menimcha yaxshi chiqadi dizayn. Uncha dizayner basman, reder ko'rshabni qo'ldan kelguncha harakat qilaman. Hop. Okey, bu yerda endi shunday tursa bir g'alati ekan. Wow, mana unda qilsak. Wow, mana shunday cho'tki bo'ladi. Ikki yoniga gul qo'yib qo'ysam ham cho'tki turadi do'stlar. Albatta videoga like bosing va iltimos kanalga obuna bo'ling. Tezroq 50 ta bo'lib olaylik. Iftiyamiz bormi? Mayli. Xo'sh. Bularda ortiqcha narsalar sandig'imizga solib qo'yamiz. Hop. Taxtalarni birlashtirib sandiqqa solamiz. Muncha bu yer bloklari ko'payib ketdi. Bir stok yana 50 ta. Yo-mayo. Bu ip turaversa ham kerak bo'ladi. Oynalar solamizmi? Oynalar kerak emas oynalar. Yer bloklarini solamiz. Taxtalar kerak emas, yer blokini solamiz. Okey, boshqa narsa turish kerak bo'ldi. Lapatkamiz tapashdi sinib qopti, u ham ketsin. Sandiqqa men unda tepaga chiqaman do'stlar. Xo'p. Jinisni tiqilib qoldim. Nimalar? Chiqib oldik. Yaxshi do'stlar. Endi mer bo'ldim, bu qishloqdagi uylarni normalniy kuchaytirmasak, bu bechora qishloqlar, bu kambag'al qishloq ekan. Moddiy tomonlama men bu yerni zo'riq tashlab shaharga ko'chib ketaman, oblashlar, chunki qishloqlar juda xavfli bo'lib boryapti, chunki Mark avvalgi qishlog'imizni yoqib tashladi. Ko'rgan bo'lsanglar, albatta ko'rmaganlar bo'lsa kanalga kirib avvalgi qismlarni ko'rib chiqishingiz mumkin. Okey. Men buni avvalgi videoda ham ta'kidlab o'tganman. Avvalgi qismlarda albatta ko'rishingizni so'rayman. Kanalga o'tishinglar mumkin. Uyimiz cho'tki chiqdi. Bu yerda vaqtinchalik yashayman. Lekin xarosh screenshot qilib olay, jantillarga tashlayman-da. Do'stlar, Allohu akbar, Allohu akbar. Xo'p, hamma do'stlar, kanalga obuna bo'ling, videoga like bosing. Keyingi videoda ko'rishguncha xayr do'stlar. Sizlar bilan men Artex Minecraft bo'ldi. Olmos, anaqaga olmos lapatga ketmonga e'tibor qiling.